Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga bir yosh yigit kelib shunday dedi: "Ey Rasululloh, zino qilishimga ruxsat berasizmi?" dedi. Sahobalar baqira boshladilar. Payg'ambarimiz sahobalarni tinchlattirdilar va o'sha yosh yigitni o'zlari tomonga yaqinroq kelishini aytdilar. U kelib payg'ambarimizning oldlarida turganida payg'ambarimiz dedilarki, "Onang zino qilishligini yaxshi ko'rasanmi?" dedilar. U yo'q dedi. Xuddi shunday biz ham, ya'ni mo'min musulmonlar ham onalari zino qilishlikni xohlamaydi dedilar. "Qizing zino qilishligini xohlaysanmi?" dedilar. U yo'q dedi. Xuddi shunday qizlarning zino qilishligini hech kim xohlamaydi dedilar. "Singling zino qilishligini xohlaysanmi?" dedilar. U yo'q dedi. Xuddi shunday odamlar ham singlisi zino qilishligini xohlamaydi. "Ammang zino qilishligini xohlaysanmi?" dedilar. U yo'q dedi. Xuddi shunday odamlar ham ammasini zino qilishligini xohlamaydi dedilar. "Xolang zino qilishligini xohlaysanmi?" dedilar. U yo'q dedi. Xuddi shunday odamlar ham xolasini zino qilishligini xohlamaydi dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uning yelkasiga qo'llarini qo'ydilar, dedilar: "Allohumma g'fir lahu. Allohumma g'fir lahu va tahhir qalbah va hassin farjah." Ey Robbim, bu yigitni gunohini kechirgin, qalbini pok qilgin va hamda uni a'zosini o'zing himoya qilgin dedilar. Shundan so'ng u yigit biror bir ayollariga qaramasdan hayotini o'tkazdi dedilar. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisi sharif. Qarang, dinimizda zino qilmoqlik harom qilingan. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'sha yigitga bir og'iz ham uni ranjitmadilar. Uni ko'nglini xafa qilmadilar. Balki unga to'g'ri yo'lni ko'rsatib, uning haqqiga duo qildilar. U Rasulullohning duolari natijasida ham uning gunohi kechirildi, ham qalbi pok bo'ldi va hamda ana shu illatdan uzoq bo'ldi. Umrining oxiriga qadar biror bir ayolga ko'z olaytirmasdan hayotini o'tkazganligini sahobalar aytib o'tdilar. Aziz do'stlar, bugungi kunda ba'zi bir yoshlarimiz turli gunohlarni qilyaptilar. Ko'p ma'siyatlar girdobiga cho'g'ib ketyaptilar. Xatolardan tiymayaptilar. Ma'siyatlarning ko'pisini qilyaptilar. Qancha ogohlantirilsa-da, qancha qaytarilsa-da, qancha ularga bildirilsa-da, yana yoshlarimiz, yosh yigitlarimiz, ba'zan qizlarimiz har xil gunohlarni qilayotganligini albatta ko'ramiz. Axir bu gunohlarning birontasini inson uchun ham, jamiyat uchun ham foydasi yo'q, balki zarari kattadir. Shuning uchun ham albatta yoshlarni ogoh qilmoqimiz, yoshlarni bu illatlardan qaytarmoqimiz, Alloh harom qilgan narsalardan uzoq bo'lishligini ularga bod-bod tushuntirmoqimiz bu har bir ota-onani, har bir mo'min musulmonning zimmasidagi bo'lgan vazifasidir.